Jinsiy aloqa uzoq muddat bo'lmasa ayol kishida qaysi kasalliklar paydo bo'ladi? Birinchi o'rinda immunitet tushib ketadi. Tez kasal bo'ladi, chunki faqat stressda, depressiyada yuradi. Gormonlar tushib ketishi mumkin. Gormonlar tushib ketgandan keyin klimaks ertaroq boshlanadi. Klimaks ertaroq boshlangandan keyin ojireniya, ya'ni semirishlar boshlanadi. Semirish boshlangandan keyin sahin diabet paydo bo'ladi. Jinsiy aloqa bo'lmagandan keyin asta-asta endometrioz, kista, mioma paydo bo'lishi mumkin. Keyin ayol kishi tez qariy boshlaydi. Sahin diabetdan oldini olmasa nima bo'ladi? Asta-asta yurak bilan bog'liq kasalliklar paydo bo'ladi. Ishemiya, infarkt yoki insult bo'lishi mumkin. Mana shu uchun borib ginekologga uchetga qo'yadi, analizlarini topshirib turadi va endokrinolog yoki terapevtning ko'rigiga borishi hatman zarur. Mana shu video yoqqan bo'lsa, ayollar erkaklarga jo'natib qo'yasizlar, erkaklar ayollarga jo'natib qo'yasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar va obuna bo'lishni unutmanglar.